Agar qaysidir guruh bu o'yinda yutqizsa, albatta shart bajarish kerak. Yoki-da qo'shiq, yoki-da she'r aytish kerak. Xo'sh, qizaloqlar, sizlar nima ijro etib berasizlar? Voy, sizlarda qanaqadir qo'shig'i yo'qmi? А может ли нам кто-нибудь сыграть что-нибудь на флейте? Да. Anushka ijro etadi, Hansafiya rus xalq kuyi, o'qituvchi Saydullayev Saidakbar, konsertmeyster Feruza Panaxovna. Marhamat. O'qituvchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yunusova Dilbar Muhammedovna. Инагамов Тимур, педагог Хазырова. Qushlar qo'shiq aytadi, dunyo
salomatlik, quvonch, baxt va go'zallik tilab qolamiz. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. To'ylar, bayramlarga ulansin. С Наврузом, с праздником весны и началом Нового года. Пусть в вашей жизни произойдет обновление, которое является символом праздника. Желаю счастья, радости вашему дому. Дастархан пусть будет богатым, круглый год, и достаток будет всегда. Так как это восточный Новый год, пусть восточный ветер принесет удачу, и начало станет благополучным и удачным. Наш концерт подходит к концу, но музыка не прощается с вами. Благодарим артистов. Спасибо вам, дорогие зрители, за этот восторг. Будьте счастливы, любите музыку. До скорой встречи. Bayramingiz bilan. Ishtirok etgan o'quvchilar ilojimizda ketib qolmanglar, rasmga tushamiz. O'quvchilar Xo'p, mayli. Siz ham yaxshi o'tibsizmi? Yaxshi ko'rishdik. Hafta ko'rishamiz. Xudo xolasa, kanikulda kelsin, agar iloji bo'lsa. Shu qolib ketgan darslarni o'qiymiz. Ochilom. Kelmaydimi? Kanikuldan keyin deganmiz. Ularga nisbatan shuning uchun. Rahmat. Uyga borib aniq qilasiz, xo'p? Anisa, sizga beraman. Hozir hisob kitobda salgina adashibmiz. Aziza ana переживай, очень сильно. Kimga yetmay qolgan bo'lsa, men o'zim nas shayxoncha. Anisa sizga katta rahmat. Rahmat hammalaringga. E'tibor uchun shunchalik Rahmat sizga. Sizga maqtovda. Tugadi bayram. Молодец, вообще тут молодец. Hali yaxshi dam oling. Musiqa maktabidagi musiqa bayramiz ham tugadi.